Assalomu alaykum. Mana yangi model kuylar ishlatish bo'yicha video. Birinchi o'chirtdagi kapsula qo'yiladi suv bilan, orqasida bittadan knopka bo'ladi. O'sha bosilgandan keyin ekran mana shu narsa yonadi. Issiq suv bilan muzli suv yoqishimda alohida bo'ladi. Mana bu xud yozuv bor. Bosib turilsa, suv qizdirishga tushadi. Mana datchik yonida suv уже qizdirishni boshlaydi. Muzli suvdan xuddi shunaqa mana kolt bosib turiladi. Bosilgandan keyin уже muzlatishga o'tadi mana yonda. Ishlatish bo'yicha muzli suvni o'zini bossa, muzli suv tushadi. Bunisi komnatniy temperatura. Bu degani kapsuladan primoy tortib tushirib beradi. Isitmaydi, sovutmaydi, suv обработка bo'lmaydi. Primoy konteynerdan quyib beradi. Suvniki bossangiz ishlamaydi, chunki blokirovkasi bor. Eski zashtasi qulfni ochib turib, migat qilgandan keyin bossangiz mana suv tushishni boshlaydi. Xo'p, nastroykasi bo'yicha mana blok qoldi, mana razblokirovka и set bor. Bosib turiladi, bu nastroyka qilinadi. Migaj qilishni boshlaydi, chillab, migaj bo'ldi. Gradus issiq suvni tanlaysiz, mana bu plus bor, minus bor, shundan baland-past qilasiz. Standart bo'yicha issiq suvniki 90 bo'ladi. Issiq suvniki 90, yana setni bossanglar muzli suvga o'tadi. Muzli suvniki 5 bo'ladi standart bo'yicha. Keyingisi Mamamizda Celsiy bilan единица измерения уже boshqa davlatlarga tegishli, bizga tegishli emas. Keyingisi уже soat настройка, yana set bossanglar minut настройка, keyingisini bossanglar mana mod настройка bo'ladi. Bu 3 ta rejim bo'ladi. Standartda C ga qo'yib qo'yasizlar, уже настройка qilib olgandan keyin yana set bosib qo'yasizlar, bo'ldi, shu bo'yicha ishlaveradi.